Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bitta mijozimizni xonadonlardanmiz. Bu safar ish jarayonini videoga qo'ymoqchimiz. Eshikdan kirishimizga chap qo'lga Krivo dizaynda oynamizdan qilib berganmiz. Sanuzellariga dushovoy kabina qilib berdik. Eni 1 metrdan sal kattaroq, bo'yi 2 metr. Profillari turetski, oynalari plazashli oyna bo'ldi. Eshik yopilishlariga ham bitta ahamiyat beringlar. Chotki zo'r chiqdi. Bu xonadonda remontlari ham juda chiroyli chiqibdi. Videoga olib qo'ydim. Videoga olganimning sababi bu remontlarni ustasi o'zim oshnam, sinfdoshim. Bu detskiy xonasi ekan, ranglari ham chiroyli tanlangan ekan. Ishlari tekis usta, ishonchli, kami 15-20 yillik atrofida staji bor. Kim uyini noldan подключить remont qildirmoqchi bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. O'zimni oshnam, telefon nomerlarini beraman. Xonadoninglarni korobka nol holatda topshirasizlar, sizlarga yashashga tayyor holatda topshirishadi.